Mana qishloqdagi hayot. Parnida pomidori ko'chat, gullar ochilgan, uzumlar baylangan. Xo'p, qishki ozuqa bo'lgan kartoshka mana уже ertakisi chiqdi. Mana kechkisi endi ekilyapti. Inshaalloh hosillarni yig'ishtirib bozorga borishlikning hojati yo'q. Mana shu yerdan 1 yillik oziq-ovqat chiqadi, kartoshka. Bu tomonda mana bo'sh joyga pomidor ekiladi. Uzumdan xudo xolisa mana bu yil 2,5 tonna, 3 tonna hosil olamiz inshaalloh. Shu qishloqda hayoti shunday, zerikish yo'q, tabiat o'ta zo'r, mana havolari ham salqinlasa dehqonchilikni boshlagan. Hayvon bor, sigir, sut, qatiq, qaymoq. Marhamat, qishlog'imizga tashrif buyuringlar. Inshaalloh mana Mobius kompaniyasining antenasi. Orada reklama ketdi deb qo'yayim. Mana kartoshkalarimiz mana kechkisi yerga qadrilyapti mana уже. Buni ham xudo xolisa yig'ishtirib olamiz. Dehqonning ketmoni. Mana agat oladigan, agar tortadigan olmalar, mana gilos bor, o'rik bor, anor bor, anjir bor mana. Bu yerda shaftolilar bor mana. Shunaqa gaplar qishloqda. Obuna bo'lishni unutmang. Uzumda parvarish qilishlikni ham video qilib chiqarib turamiz inshaalloh.